Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Aziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'nin özünün BDT'deki vazifesi resmi ahırlaşkan 31 Ağustos günü Şarkı Türkistan'ın kişilik hukuk ahvalı toğrısındaki dokladını resmi ilan kılışı, Amerika başçılıqıdaki Garip Demokratik ellerinin, çetellerdeki Uygur ve halkaralık kişilik hukuk teşkilatlarının kızgın alqışığı sazavar boldu. Michel Bachelet'nin vazifeden ayrılıştan burun mezkur dokladını ilan kılmayınğalıqığı bekle işinip ketken Xitay hakimiyeti Michel Bachelet'nin bu tuyuqsuz hareketinden hang-tang kaldı ve qattiq g'azablendi. Çünkü Michel Bachelet 30 Ağustos tushdan burun Jenevadagi BDT zalida har qaysi ellarning BDTdagi doimiy elchilari bilan o'tkazgan xo'shlish yig'inida mazkur dokladning e'lon qilinganligiga doir hech qanday uchur bermagan edi. Xitoyning mazkur dokladning e'lon qilinishiga nima uchun bunchalar qarshi turishining sababi oxir ma'lum bo'ldi. Chunki dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi aniq ko'rsatilgan. Dokladda bildirilishicha, xalqaro jinoiy ishlar qonuniga asoslanganda Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutib qiyin qistoqqa ilishi, ayollarni xo'rlishi va ularni tug'mas qilib etishi, oilalarni vayron qilib, ota-onalar bilan bolalarni bir-biridan ayirib etish qatorliqlar xalqaro jinoyat, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi ekan. 48 betlik bu dokladda Xitoyning terrorizm va asabiylikka qarshi shakllantirgan qonuniy va siyosiy ramkasi, Uyg'ur va boshqa millatlarni tutib solash va ularni erkinlikdan ayirib etishda qo'llangan boshqa razil vositalari haqida ma'lumotlar berilgan. Undan boshqa yana atalmış qayta tarbiyalash markazlarining sharoiti va u yerdagilar uchirgan muomala, kishilarning e'tiqod, madaniyat, til, ishlab chiqarish va ish o'rinish jihatdagi kishilik huquq ahvoli, oila a'zolarini bir-biridan ayirib etish va majburiy g'oyib qilib etish, qo'rqitish, tahdid silish va o'chilish qatorli qilmishlar kuchli paketlar bilan ko'rsatib berilgan. 31 Ağustos Michel Bachelet dokladını e'lon qilgan hamonla Dünya Uyghur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Sharq Turkiston Ulamolar birligi, Qozog'iston Uyg'ur Yoshlar birligi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Kanada Sharq Turkiston birligi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq 60 Uyg'ur tashkiloti birlashma bayonot e'lon qilib, mazkur dokladning kechikib bo'lsa-mu e'lon qilinganligini qarshi oldiganligini ifoda qilish bilan birga, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarning eng yuksak xalqaroliq organ BDT tarafidan rasmiy yo'sinda e'tirof qilinganligini. Shunga xalqaro jamoatchilikning Xitoyni darhol jinoiy javobgarlikka tortishining va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yanada unumli jiddiy jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishining to'liq zarur ekanligini ta'kidlashdi. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa apandim bayonotda mundaq deb ko'rsatdi. Bu doklad intayin muhim bir doklad. Ammo BDTga a'zo har qaysi davlatlar va BDTning har qaysi organlari amaliy harakatga o'tganda ondan mazkur dokladning ahamiyati bo'ladi. Xitoydan hisob so'raydigan payt amdi yetib keldi. Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim bayonot qilgan so'zida mazkur doklad xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga inkos qaytarish uchun muhim asos yaratib berdi deb ko'rsatdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bayonot qilgan so'zida biz xalqaro jamoatchilikni, har qaysi hukumatlarni va hukumatsiz tashkilotlarni Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqiramiz dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 31 Ağustos kuni doklad e'lon qilinishidan burun bayonot berib, bu dokladning e'lon qilinishiga qarshi turganligini bildirgan. Shundaqla 30 Ağustos kuni Xitoyning Jenevadagi vakillar o'migi BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasiga maktub yo'llab, mazkur dokladni e'lon qilmaslikni talab qilgan edi. Doklad e'lon qilinib bir qancha soat o'tgandan keyin Xitoyning Jenevada turishliq vakillar o'migining bayonotchisi Liu Yuyin bayonot e'lon qilib, bu doklad bo'lsa butunlay Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining va Jungoga qarshi kuchlarning planlab chiqqan dramasi. Bu doklad tamoman maqsadli holda siyosiylashtirilgan bir hujjat. Bu Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining va Jungoga qarshi kuchlarning kishilik huquqni siyosiy qalqon qilib olish niyatini to'liq oshkorlab berdi deb chalvoqidi. U yana doklad o'rin olgan dalillarni butunlay yolg'onga chiqarish bilan birga, dokladni tayyorlagan BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasini saxta paket o'ydirib chiqish va Xitoy qarshi kuchlarning dumbuqiga usul o'ynash bilan aybladi. BDTning mazkur dokladining e'lon qilinishi xalqarada zo'r g'ulg'ul paydo qildi. Mazkur doklad butun g'arb matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. BDT bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoydek bir davlatning BDT tarafidan Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat o'tkazish bilan ayblanishi diplomatiya jihatdan Xitoyning yuziga urilgan qattiq bir qachat bo'ldi.
BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterresning bayonotchisi doklad e'lon qilingan kuni qilgan so'zida Michelle Bachelet va uning ishxonasidagilarning xizmatiga ta'sir yetkazmaslik uchun bosh kotib Guterresning Uyg'ur vaziyati haqidagi mazkur dokladni oldin ko'rib boqmaganligini, ammo uning Uyg'urlar masalasi haqidagi pozitsiyasining nihoyat aniq ekanligini, bosh kotib Guterresning bu yil 2 oyda Myunxenda chaqirilgan xalqaro bexatarlik yig'ini jarayonida Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda ularga Uyg'ur rayonida kishilik huquq to'liq kapolatlik qilishini va bu rayondagi yerli xalqlarning milliy kimligining qo'g'dilishiga kapolatlik qilishni ochiqcha o'ttirib qo'yganligini bayon qildi. Navbatda Janvada xizmat ziyoratida bo'layotgan va 30 avgust tushdan burun Janvadagi BDT zalida kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet tarafidan o'tkazilgan va har qaysi ellarning BDTdagi doimiy elchilari taklif qilingan xo'shlish yig'iniga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim bu haqda istansimiz qilgan so'zida shu kungi xo'shlish yig'inida Michelle Bacheletning mazkur doklad haqida qilchi to'xtalmaganligini, buningdan o'zining qattiq afsuslanganligini, ammo shundaqdimi uning vaziyatida turib BDTdagi vazifadan ayrildigan eng oxirgi kuni mazkur dokladni e'lon qilganligidan alayda so'yinganligini, bo'libmi dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligiga doir nihoyat keskin va aniq iboralarning o'rin olganligidan cheksiz mamnun bo'lganligini ifoda qildi. Michelle Bacheletning BDTdagi vazifasidan ayrildigan kunlar yaqinlab kelganda Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining Janvada turishliq elchilari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, uningdan Uyg'urlar haqidagi dokladni vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilishni kuchli shaklda talab qilishgan edi. Oldimizdagi oyda Janvada boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51 qatimliq umumiy yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining takror kun tartibga elib kelinishini va BDTda Uyg'ur masalasini qo'llaydigan davlatlarning sonining yanada ko'payishini qo'lga keltirish va BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy dokladining tezroq e'lon qilinishiga haydakchilik qilish maqsadida 29 avgust kechda Janvaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati 30 avgust kuni tushdan keyin 12 davlatning BDTda doimiy turishliq elchilari bilan ko'rishib suhbat elib bordi. Qurultay raisi Dolqin Ayso, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultayning program yetakchisi Efa, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchisi Peter Evinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati 30 avgust tushdan burun Janvadagi BDT zalida BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet tarafidan o'tkazilgan va har qaysi ellarning BDTdagi doimiy elchilari taklif qilingan xo'shlish yig'iniga qatnashgan edi. Qurultay hay'ati 12 davlatning BDTdagi doimiy turishliq elchilari bilan ko'rish ilib borgandan keyin stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Ayso apandim bu haqda ma'lumot berib tövendikilarni bayon qildi. İnsaniyatları Komitesi'nin 51. katılımlık yig'ini 9. ayının 12. başında bu yig'indan burun tayyorlik xizmatleri qilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi va Uyg'ur huquq projektidan bir buyuk hay'at Janvaga kelib, bundan buyon bir qism faoliyatlarni davomlashtirdik. Asas maqsadimiz 51. katılımlık yig'inda yeni huquq komissari ish boshlaydi. Uningdan burun tayyorlik xizmatlarini qilib, başlarının ilan kılmagan dokladını en kısa vaktimizde ilan kılmak için devletlerini hareket ettirmek maksatla geldik. Şimdi bu yan vurgulanan devletlerinin ki bu yerdeki diplomatları bilen, elçilerle bilen görüştük. Bugün Amerika, Anglia, Lüksemburg, şunu okşaydıgan, Norveç'e okşaydıgan 13 devletinin diplomatları bilen uzun bir sözümüz oldu. Kanda kılıp Uygurlar düşküvatkan bu ırkı kırgınçılık meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'da ilim vereleydiğen bir fırsat eklik meselesine uzun müzakirlerini yapmadık. 51. katımlık insan hakları yıkımında nimelerini kılalayımız, 16 nimelerini kılalayımız diye mesele müzakir kıldık. Bir yerdeki bu faaliyetlerimiz Cuma'ya günü devam kılacak. Hem bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde Ali Komiser Bakir Hanım'ın bir hoş güç yıkını koptukça Kırmızı derin olan evanlar oluyor çünkü bir kısım devletler hatta Uygur meselesi konulgan devletlerin bir kısmı başlarının çok yıldan bu yana yapılan faaliyetlerine naik yukarı bağlıydı. Ama bir yerde Dünya Uyg'ur Qurultayi, Amnesty Xalqaro Kechirim Tashkiloti va inson huquq tashkilotlari biz o'rnimizdan qo'rqmadik, qo'rqmay buni noroziligimizni bildirdik, ammo nurg'unlagan davlatlar qo'pib javob berib olqishdi. Bu bizning biroz ko'ngilimiz yerimiz, ammo bir qism davlatlarmi fikr bayon qilishni rad qilib o'zining noroziligini shu shaklda isbotladi. Germaniyaga o'xshaydigan, Amerikaga o'xshaydigan bir qism davlatlar, Kanadaga, Avstraliyaga o'xshaydigan davlatlar
bir bayan kılmayı arkalık bunun kan hizmetlerini bayerleştirilmeslik Cumhur kitap oynayınız bu modunun içinde. Hem de Xitay diye de Pakistan'a okuyduğun Amerika İslam Konferansı örgütü okuyduğun devletler ve teşkilatlar bir çıkarıp kılıp bunun kötülüğünden bayan yapılan hizmetlerine ait yukarı bağlıdır. Bununla biz ümitimizi üzmeyimiz. Demek faaliyetlerimiz devam kıldı. Bir yaptım bugün bu olgan faaliyetlerde bir məlumat verdik. Rahmet. 9 avgust günü bolsa Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından bekitilgen dünya mecburi gayip kılıtilgenler hatırı günden ibaret. Bu münasebet bilen 30 avgust günü Dünya Uygur Kurultayı, Xalqara Kechirim Teşkilatı, Erkinlik Üyü, Xalqara Advokatlar Cemiyeti Kişilik Hukuk Tədqiqat Merkezi, Xalqara Tibet Hareketi, Angliya Hong Kongliklar Hareketi qatarlıq 30'dan artıq teşkilat birleşme bayanat elan qılıp, Xalqara jamoatchilikni Xitoy hokimiyatining insonlarni izleyerek gayip kılıtish qilmishlariga qarta ciddi inkas qaytarishga chaqirdi. Birleşme bayanatda 2017 yıldan bu yan Şarq Türkistan'da Uygurlarını asas kılgan milyonlagan xalqning hech bir qonun asasga tayanmagan halda kollektiv tutqun qilinib, jazo lagerlariga, türmelerge ve mecburi emgek maydonlariga band qilinganligi, ularning sirt bilan bo'lgan aloqasining butunlay uzib tashlanib, oilasi bilan ko'rishtirilmaganligi, hatto tutqun qilingan ko'plagan kishilarning oilasiga xabar berilmay yushurin holda tutqun qilinganligi, vatan ichida izleyerek g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarning oqibatini surishtirib chet ellardagi Xitoy elchixonalariga murojaat qilgan chet ellardagi Uyg'urlarning hozirgacha hech qanday javobga erishalmaganligi eslatib o'tildi va Sharq Turkistonda ko'plagan insonlarning izleyerek g'oyib qilinganligining BDTning rasmiy dokladlarida o'rin olganligi eskartib o'tildi. Birleşim bayonatining oxirida mundaq deyilgan: biz mazkur bayonotga imzo qo'ygan barliq tashkilotlar xalqaro jamoatchilikdan Xitoyning insonlarni izleyerek g'oyib qilitish qilmishini to'sish uchun Xitoyga qarshi yanada jiddiy va unumli tadbir qo'llanishini talab qilamiz. Xitoy hukumatı mecburi g'oyib qilib etgan insonlarni darhol shartsiz qo'yib berishi, ularga to'lam to'lishi, ularni oilasidagilar bilan to'solg'isiz holda ko'rishiga yo'l qo'yishi lozim. Amerika ve Tayvan'ın ortak sahipxonligida chaqirilgan 2022 yıllık dini erkinlik munbiri 30 avgust günü Taybey şehrida chaqirilgan bo'lib, Amerika Xalqaro dini erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel bu yig'inda Uyg'ur irqi qirg'inchiligi hamda buning munosabatli bir qator masalalarni alayida ta'kidladi. Nuri Turkel efendim bilan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen xonimning yig'inning ichilish murosamatidagi samimiy suhbat ko'rinishlari Tayvan va chet el matbuotlarining alayida diqqatini qo'zg'agan nuqtalardan biri bo'ldi. Yig'inda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tabrik nutqi so'zlab, diniy e'tiqod erkinligining eng aqalli kishilik haqlaridan biri ekanligini ta'kidladi. U bu haqda qilgan so'zida Tayvan har qachon butun kuchi bilan diniy e'tiqod erkinligini himoya qilishga kuch chiqardi dedi. Bu qitimqi munbarda ichilish nutqi so'zlashga taklif qilingan Nuri Turkel efendim, agar Xitoy hukumati Tayvanni ishg'ol qilsa, bu joyda Uyg'urlar duch kelgan qayta tarbiyalash nomidagi oshqildagi qabihlikning o'ttirg'i chiqadiganligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Sharq Turkistondagi oila judoligi, majburiy emgak qatorliq qilmishlarning ayni vaqtdagi Yahudi zo'r qirg'inchiligining takrorlanishi bo'layotganligini, tarixdan saboq olmaganda tragediyalarning qaytadan o'ttirg'i chiqadiganligini ko'rsatdi. U so'zida bu to'g'riliq to'xtalib, Xitoy hukumatining oshkor holda Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari Tayvanga shuni uqtirdiki, sizlarning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini tadqiq qiladigan vaqtinglar keldi. Tayvanni qo'g'dab qololmasanglar, Uyg'urlar duch kelgan qismat sizlarga keladi. Ujmi pish, og'zimga tush deyish sizlarni bu taqdirdan qutuldirib qololmaydi dedi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkelning bu qitimqi ziyorati Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi va Kengash palatasining a'zosi Marsha Blackburn Xitoyning qattiq hayvi ko'rsatishiga qaramasdan Tayvanda rasmiy xizmat ziyoratida bo'lgandan keyin o'ttirg'i chiqqan yana bir yuqori darajalik Amerika hukumat amaldorining Tayvandagi xizmat ziyorati hisoblanadi ekan. 31 avgustdan 2 sentyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragada chaqirilgan 26 navbatlik Munbar 2000 nomli xalqaro muhokama yig'iniga alayida taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislar dunyoning har qaysi ellaridan kelib mazkur munbarga qatnashgan yuqori darajalik arboblarga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida keng doirada ma'lumot berish fursatiga erishdi. Ukraina prezidenti bu navbatlik munbarga tor orqali qatnashdi.
Dolqun Eysa, Roshan Abbas ve Abdulhakim İdrislar yığın jarayonida Amerika prezidenti Joe Bidenning alayda yordamchisi, Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashi Demokratiya ve Kişilik Huquq Mulozimatining oliy direktori Robert Bershinsky apandim bilan ayrim ko'rishib, Xitoyning chegara halqigan tehditlari, 5 yildan buyon Uyg'urlar ustidan yurgizib kelgan irqiy qirg'inchiliklari to'g'risida atrofli suhbat elib bordi. Robert Bershinsky apandi Amerikaning sobiq prezidenti Obama davrida Amerika havo armiyasi qo'mondoni, Amerika Davlat Majlisi Kishilik huquq, demokratiya va emgak idorasining Yevropa, Rossiya va Osiyo ishlari xizmatiga mas'ul bo'lgan bo'lib, u navbatda Oqsaroyda prezident Joe Bidenning alayda yordamchisi vazifasini o'tamoqda. Shu kuni Dolqun Eysa apandim Chexiya Davlat Majlisining raisi va Chexiya Kengash palatasi tashqi ishlar va davlat mudofaasi komitetining raisi bilan ayrim holda uchrashish ilib berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ning 31 avgust kuni e'lon qilgan Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi dokladini cho'rdigan asosda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilishning chora-tadbirlari haqida muzokara ilib bordi. Bu navbatlik munbarning muzokara bo'limlarida yana Dolqun Eysa va Roshan Abbaslar Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida dokladlar taqdim qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet'ning 31 avgust kuni Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi dokladni e'lon qilganlik munosabati bilan 1-sentabr istansiyamiz tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Eysa apandim mazkur doklad e'lon qilingandan keyin besildigan qadamlar haqida to'xtalib mundoq dedi. Hurmatli Dolqun Eysa apandi, BDT'ning 48 betlik bu dokladni oxiri e'lon qilishi Dünya Uyghur Qurultayı buluş sübütanlar bilen bunundan keyin qanday qadamlarni elishni o'ylashyapsizlar. Yana bir necha yildan buran qonuniy jihatda Dünya Uyghur Qurultayı nihoyatda ko'p kuchida. Hamda bu doklad buningga tegim cho'ng yordam bo'lamdi. Buningdan keyingi xizmat ya strategiyada bir o'zgarishlar bo'lamdi. Bu to'g'riliq so'zlar bersangiz rahmat. Endi bu doklad e'lon qilgandan keyin bizning qo'limiz texmi uzun bo'ladi, tilimiz texmi uzun bo'ladi. Biz Uyg'ur sotining qarorlari chiqqandan keyin davlatlarga nisbatan bir ziyorat boshlab, nurg'unlagan davlatlarning parlamentlarini bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorlarini chiqarishga hukumat tirishib kelgan. Nurg'un davlatlarni ziyorat qildik. Endi biz bu faaliyetlerimizde texmi utuqluq bir şekilde yaparalayımız. Kıldıran işimiz tek hem de aldığımızda. Demek bir kolumuzda bir referans var, bir kolumuzda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın belgen hücreti var. Hem de bunu icra kılışı özlüğünden bulmaydı. Bir kanunun buluşu ayrım, bir dokladının buluşu ayrım, mevcutun buluşu ayrım. Onu icra kılış için davacı dava kılış gerek. Şunun okşaydıgan bir iş bu. Hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 51. katımlık kişilik hukuk kengesinin yığını 9. ayının 12. günüsü başlandı. Bir ayga yakın devam kıldı. Bu yeni başlarını onur kelgen yeni kişilik hukuk Ali Komisarlığı ile başlandı. Hem biz bu 51. nöbetlik kişilik hukuk Ali Kengesinin yığını da Uygur meselesi hakkında məxsus bir yığın bo'lishini qo'lga keltirishimiz kerak. Çünkü bunu yıllardan beri tirishib kelyapmiz. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashida Uyg'ur qirg'inchiligi va yoki Uyg'ur meselesi haqida alayda maxsus yig'in bo'lmaydi. Masalan, Suriyada urush bo'ldi, Ukraina urushlari haqida bo'lsin va yoki shunga o'xshaydigan xalqarodagi cho'ng krizlar haqida darhol yig'ilib, mayli bilniy bexatarlik kengashi bo'lsin ve insan hakları kengashi olsun yığın ötküzüldü. Ama hazırgıçı bu doğruluk bir yığın bulmadı. Bizi küçüldük. Hem de bunu ötküzüş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi Uygurlar meselesi hakkında ciddi alayda bir müzakere elip veriş gerek. Bu zorunluluk buldu. Bunun için tirişimiz gerek. Anından keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın məxsus temalar boyunca ciddi avallar boyunca belgeleydiğen alayda raportarlar var. Bunu Uygurca raportarını alayda xəbərçisi dep atsak bulam da bu xəbərçi diyen biraz addi болып kalıdı. Ulanın alayda rolu var. Məxsus temalar boyunca aşağıdaki alayda xadımlarını təyinleydi. Bu
şu tema boyunca tekşürüşlerini hep bardı. Anındaki baş katıpka, anındaki kengeşke malumat sunudu. Bularning alay çıkargan dokladları anındaki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki karar eliş mexanizminde rol oynaydigan gap. Şununla bu haqda alayda bir raporlarının teyiliniş gerek. Bunun için tirişimiz gerek. Anındaki Dünya Emgek Teşkilatı var. Çünkü bu Xitayning ki bugünkü dunyoga besim qilayotgan, dunyoga hukm qilayotgan iqtisodiy kuchi. Xitoy bu yerda Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali, manfaat olish orqali qo'tida u yerda bir irqiy qirg'inchilik, garchi Birlashgan Davlatlar irqiy qirg'inchilik demagan bo'lsa, insoniyatga qarshi jinoyat. Bumi nayt eg'ir bir modda. İnsaniyat qarshi jinoyat ishlayotgan bir hukumat bilan normal ticari munosabat o'tkazish, ular bilan ticari munosabatlarni qilishning o'zi xalqaro qonunlarga xilof. Hem şunun için bunu Xalqaro Emgek Teşkilatı ötken çıkan bir doklat var. Bugün biz doklat çıkandık ki bizden xadimlerimiz, bizden programı müdürümüz Zümrüt Tay Hanım, İva ve fondumuzun reisi Abdücelil Ahmet Cennevet'e kalan bugün Xalqaro Emgek Teşkilatı'ndan köreşti. Bu hareketlerimizle başladık hem de. Bulağına ciddi hareket götürdüm. Xalqaro şirketlerini Xitay'dan çekilip çıkışka ticaret münasebetini üzücü kısışımız gerek. Bu Xitay'nın bir vasıta iktisadi Uygur bir taraftan kırgınçılık kılıp, yeni bir taraftan iktisadi menfaat ilişki bulmaydıqanlığını bildirişimiz gerek hem de. Çünkü bu hareketlerini kılışımız. Üçüncü birisi yeni bir mesele. Nurgun Uygur muhacirlar çetellerdeki qiyin qıstaq turvatqanlar, qiyin avallar turvatqanlar qoğduruluş gerek. Bunun için Birleşken Devletler Teşkilatı Mülteciler Ali Komiserlik hareket götürüş gerek. Her qaysi devletler Uygur muhacirlerini Xitay'a qaytırıp berdiğan yani cinayetçiliğini anlaştırış aknamları var. Bu cinayetçilik Uygur'un hemisi cinayetçiydi. Xitay aşnağının bilen kıldı. Bu Uygur yüzünün hayatını qoğdap kılışıvatkan Uygurlarının hayatını tehdit ediyordur. Bunun için bu toxtamlar əməldən qilish gerek devletlerle Xitay otursun ki, çünkü Xitay bu toxtamların suistimal qıldı. Onun için Birleşken Devletler Teşkilatı, Muhacirlar Komutanlığı ve devletler, bunun imza koygan devletler 1951 mülteci toxtamnamısı qol qoygan devletler bu Uygurlarını qoğdaş mexanizmini kurup çıkış gerek. Demek aldığımızda kılıdığan nurgun emeli kademler var. Bunun için tirişimizge doğru geliyor. Aziz görürmenler, yuqorida diqqətinizə həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xoş.